Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Qo'shma Shtatlar va Eron o'rtasidagi vaziyat tobora jiddiylashib borayotgan bir vaziyatda Xitoy o'z do'stini yolg'iz qoldirmoqchi emas. Xitoy o'zining eng xavfli va kuchli samolyotlaridan biri G-20 ni takomillashgan variantini Tehronga sovg'a qildi do'stlar. G-20 21-asrning eng xavfli qurollaridan biri hisoblanadi. U ayniqsa Fors ko'rfaziga tizilib turgan Qo'shma Shtatlarning barcha kemalariga juda katta xavf tug'dirishi mumkin. Bu Xitoy tomonidan Eronga berilgan oddiy sovg'a bo'lishi mumkin do'stlar. Vaziyatning ikkinchi tarafi ham bor. Ehtimoliy hujumda Qo'shma Shtatlar Eronga zarba bersa, Eronni Xitoy yolg'iz qoldirmasligi mumkin. Chunki Xitoy va Eron o'rtasida bir necha yillardan beri strategik hamkorlik yuzaga kelgan. Eron va Xitoy elektr tarmog'i bo'yicha hamda neft bo'yicha bir necha yillardan beri hamkorlik qilib keladi. Albatta Xitoy bunday hamkorlikni yo'qotishni istamaydi do'stlar. Harbiy salohiyat bo'yicha ham Xitoy Eron tomonda bo'lib, urushda Eronga yordam bersa, vaziyat tubdan o'zgarib ketishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring, like bosib bizni kanalni qo'llab-quvvatlang. Isroil Qo'shma Shtatlarsiz Eronga bir o'zi zarba bermoqchi. 4-fevral kungi Zitemov Izrailning xabar berishicha, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 4-fevral kuni Qo'shma Shtatlar prezidenti tinchliksevar Donald Trampga qo'ng'iroq qilib, shu kunning o'zidayoq Eronga yurish boshlash haqida ruxsat so'ragan. Tabiiyki Donald Tramp Benyamin Netanyahuga darhol yurish boshlashga ruxsat bermagan. Chunki 6-fevral kuni Eron va AQSh delegatsiyasi yadroviy dastur bo'yicha Livanda yig'ilish o'tkazdi. Agarda AQSh va Eron 6-fevral kuni Livanda yadroviy dastur bo'yicha kelishuvga erishsa, AQSh o'zining Fors ko'rfaziga joylashtirgan barcha qurollarini olib ortga qaytishga majbur bo'ladi, xususan Abraham Lincoln kemasini ham. AQSh agar o'z державасini olib ortga qaytsa, Isroilning azaliy orzusi Eronning yadroviy obyektlariga zarba berish hamda Eronni bombardimon qilish rejasi chippakka chiqishi mumkin. Shu bois Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Yaqin Sharqda yangi urushni Amerika Qo'shma Shtatlarisiz boshlashga harakat qilmoqda. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Isroil Amerikasiz Eronga zarba bera oladimi yoki bu Isroil tomonidan navbatdagi Eron uchun tahdidmi? Kanalga obuna bo'ling, like bosib bizni kanalni qo'llab-quvvatlang. Efirdagi kamchiliklar uchun albatta uzr so'raymiz.